Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda So'oldi Hangugo 2B kitobining 17-mavzu, 3 grammatikasini ko'rib chiqamiz. Bu hi pul kuychik, ya'ni he negizli noto'g'ri so'zlar. O'sha so'zlarga grammatika qo'shilishini ko'rib chiqamiz. Mana shu videoni yaxshi diqqat bilan ko'rishingizni so'rab qolaman. Nimaki ko'pchilik mana shunda adashadi, ya'ni grammatika qo'shishda yoki matn tarjima qilishda ham bu so'z qaydan keldi yo bu birikma qaydan keldi deb ikkilanib qoladi. Shunga yaxshi diqqat qilib kuzatsangiz, he pulguchikni yaxshi tushunishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha tushuntiraman. Hop, bu yerda nazariy qismda aytayapki, ogani hi iro kinanin hyongyongsadil chung ilbunin ro shijakhanin omiga olkyongu ogan kitim chore patchim hi itgwa omi ga tallak hande. Shu joygacha bitta tarjima qilamiz. Aytayapki, ogan degani bu ogan asos qism ma'nosida keladi. Ya'ni bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana misol keltirilyapti, mana. Xo'p, o'qilishi paratda yoki parahda yoki norahda. Bu yerda asosan ranglar kelgan, ya'ni ko'k, sariq ma'nosida keladi. Shu yerda ogan nimaligini tushunib oladigan bo'lsak, ogan degani o'sha ta qo'shimchasi olib tashlanganda oxirgi qolgan harf, ya'ni he harfi, o'sha asos. O'sha asos qism. He bilan tugaydigan sifatlar orasida bir qismiga ya'ni yotiq i harfi bilan boshlanadigan qo'shimcha kelgan holatda, ya'ni qo'shilgan holatda o'sha asos qismning oxirgi undoshi bo'lgan he harfi va o'sha qo'shimcha i harfi tushirib qoldiriladi. Ya'ni qarang. Biz mana bunga diqqat qilar ekanmiz. Bu yerda endi ranglar, so'zlar kelgan, ya'ni mana parahda ko'k, norahda sariq, palgahda qizil, kamahda qora, hayapda oq, iroqda bunday, choroqda ana unday, kiroqda degani shunday. Endi qarang. Bularni tasini olib tashlasak, oxiri he bilan tugab qolyapti. Unga mana nein, ya'ni gan tuslovchi qo'shimchasi qo'shilsa, i harfi ham tushib qolar ekan, he harfi ham tushib qolar ekan. Shunda he ni o'rniga ne tushadi? Mana paran, ko'k rangda bo'lgan, noran, sariq bo'lgan, palgan, qizil bo'lgan. Shunda siz yodlagan palgansak kelib chiqadi. Takrorlayman, mana qarang. Mana shuni tushuntiraman. Ha yahta yozilgan-a. Buni tasni olib tashlaymiz, oxiri he bilan tugaydi. Unga i harfi bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilsa, i harfi ham, he harfi ham tushirib qoldiriladi. Shunda nima qoladi desa, ha ya qoladi. Va bizda anu nein grammatikasi bor-ku, shunda neis qo'shiladi mana. Hayam oq rangda bo'lgan ma'nosida keladi. Shu mana kaman qora, hayan oq, iron degani bunday, choron shunday, kiron degani shunday. Choron degani ana shunday ma'nosida keladi. Ana shunday. Xo'p, endi davomi birinchi nuqtagacha tushundingiz degan umiddaman. Endi o ro shijakhanin omiga olkyongu ogan marim hi tallakago omi onin ro yanin ro pakvinde. Bu yerda aytyaptiki, a harfi o harfi bilan boshlanadigan qo'shimcha kelgan holatda, ya'ni qo'shilgan holatda o'sha asos qismdagi so'z he tushirib qoldiriladi va qo'shimcha ao shaklida, ya esa ye shakliga o'zgartiriladi. Ya'ni buni endi yozib tushuntiraman. Qarang. Oxiri he bilan tugadi. Unga i bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shilsa, ikkitasi ham tushirib qolar ekan. Endi ikkinchisi, hop, a yoki o bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilsa, shu grammatika harfiga o'zgartirilar ekan. Keyingisi, agar ya bo'lib qolsa va shu narsa, bu yega o'zgartirilar ekan. Yopiq yega. Endi mana bu yerda misollarni ko'rishimiz kerak, shunda yaxshiroq tushunamiz.
Qarang. Bu yerda endi birinchisi bu simnida, penida grammatikasi. Bularda shunchaki umdosh deb qaraladi. Ya'ni parahda parah simnida, norahda norah simnida. Hammasiga simnida qo'shiladi. Yani siz yodlagan mana iroqda degani bunday bo'lmoq, iroq simnida bunday, choroq simnida ana shunday, kiroq simnida shunday ma'nosida keladi. Hayah simnida, hayat simnida, ya'ni oq rangda, kamas simnida qora rangda ma'nosida keladi. Bu yerda hammasiga simnida qo'shildi. Mana ikkinchi qatorni tushundingiz. Endi mana bu yerda qarang. Ayo, oyo qo'shilyapti. Demak, boshi a harfi, o harfi bilan boshlanyaptimi? Shunda nima qilish kerak desa, hop, parahtani ko'rib chiqamiz. Qarang mana. Pa rah ta. Hop, tani o'chirdik. Nima qoladi? Mana. Parah qoladi. Mana bu yerdagi he harfi churib qoldirilib, mana bu a ga o'zgartiriladi deyildi mana. Pareyo. Bunisida noreyo. Bunisida palgeyo. Tarjimasi bir xil, ya'ni mana sariq rangda, ko'k rangda, qora rangda hayeyo. Bu yerda nimaga ye deyilyapti desa, mana siz hayansek deb yodlagansiz-ku mana. Hayan deylik, mana ha, yan yoki hayahda oq rangga tani o'chirdik va he bilan tugab qolyapti. Unga oyo qo'shiladigan bo'lsa, qarang. Ayo yoki oyo. Mana bu ya harfiga mana bu qo'shilib ye ga o'zgaryapti. Hayeyo yoki ireyo yoki choreyo va biz yodlagan kireyo shundan kelib chiqqan. Mana qarang. Ki roh ta degani shunday bo'lmoq. Tani o'chirdim va unga a yoki o bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilyapti. Deylik oyo qo'shilyapti asli. Shunda mana bu he tushib qolib, mana bu tikka o harfi ga o'zgaradi. Va kireyo shakli bo'lyapti. Ya'ni shunday shunaqa degani. Keyingisi endi aso oso xuddi mana bundan qolib olingan. Ya'ni ayo oyo emas, aso oso. Shunda yotiq yo'ni o'rniga so qo'shib qo'yamiz. Ya'ni pareso, noreso, palgeyo. Mana shu joyda xato bo'libdi. So bo'ladi. Kitobda xatolik bir ikkita chiqyapti. Kameso, ha yeso, ireso, choreso va kireso. Mana kireso shundan kelib chiqqan. Biz hozir kireyoni o'rgandik, mana kireyo. Endi yotiq yo'ni o'rniga so kelyapti. Kireso. Shuning uchun kelib chiqadi. Va oxirgisi inikka grammatikasida mana haligi narsa. Bu yerda i harfi bilan boshlangani uchun he tushib qoladi. Va i ham tushib qoladi va faqat bizda nikka qoladi. Mana paranikka, noranikka, palganikka, kamanikka, hayanikka, ironikka, choronnikka va kironikka shundan kelib chiqqan mana. Kirohta degan so'zga inikka qo'shiladigan bo'lsa, inikka. Qarang. Tani o'chiramiz, he bilan tugab qolyapti va unga i bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilsa, he ham, i ham tushib qoladi. Shunda bizda nima qoladi desa, kironikka qoladi. Kironikka. Shundayligi sababli shuning uchun ma'nosi kelib chiqadi. Xo'p, qo'shilishni yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Mana shu joydagi nazariy qismni qo'ldan kelgancha tushuntirdim. Endi misollarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qarang. Bu yerda boshqa grammatikalar ham qo'shilgan. Paran haneri arimtavoyo. Mana. Paran degani bu ko'k, ya'ni moviy osmon yoki ko'k osmon chiroyli. Ikkinchisi, uroson nuni palge josoyo. Palgejida degani qizarmoq, ya'ni yig'laganim uchun ko'zim qizardi. Uchinchisi, nuni mani vaso pakki hayeyo. Hayeyo degani oq rangda, ya'ni qor ko'p yog'gani uchun tashqari oq rangda, oppoq. Keyingisi, cho saram moshichyo. Anavi odam chiroylimi yo kelishganmi? Ne, chodo choron sarami moshisoyo. Ha, men uchun ham, menga ham ana shunday odam kelishgan yoki chiroyli ma'nosida kelyapti. Endi mana bu qismi bor. Nohta degani qo'ymoq. Nohta degani solmoq, ya'ni tikka o yozilgan. Nahta degani tug'moq, ya'ni farzand ko'rmoq ma'nosida keladi. Tinge tongsava yongongsa, chohta tingin kyuchik yongon imiro pilguchik varyongil hajanında. Mana bu uchtasi fe'llar. Ya'ni qo'ymoq, solmoq va tug'moq. Va sifat. Chohta degani bu yaxshi. Shu 4 ta so'z, mana nohta, nahta va chohta degan so'zlar qoidaga bo'ysunadi, ya'ni nima desa bo'ladi? Kyuchik yongon degani noto'g'ri so'z emas. Qoidadagi so'z bo'lganligi uchun
pulguchik amal qilinmaydi. Ya'ni bularni he harfi chiqib qolib, davomiga ayo qo'shilmaydi-da. Bular to'g'ri fe'l bo'lgani uchun hozirgi zamonda qarang. Nohta degani bu noayo. Nohta degani bu nooyo bo'ladi mana. Bu qo'yaman, bu solaman. Endi mana bu yerda nahda naayo bo'ladi. Naayo. Ya'ni farzand ko'raman ma'nosida keladi. Va chohtani o'rgangansiz, chohta choayo bo'ladi. Choayo. Yaxshi ma'nosida keladi. Bularda hech chiqib qolmaydi. Yana ikki dona misol. Sukcheril cheksang viye no iseyo mana. Iseyo qo'shilyapti. Vazifani parta ustiga qo'ying. Keyingisi. Ojenin nalshiga cho anninde onarin pigoniyo. Kecha ob-havo yaxshi edi. Bugun yomg'ir yog'yapti. Mana anninde qo'shilyapti. Hech chiqib qolmayapti. Hey o'z o'rnida. Hop, grammatikamiz shu joygacha edi. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Takror ko'ring iloji bo'lsa yo o'zingiz mana shu joyni tarjima qilib mohiyatini tushuning. Shunda pulguchik bo'yicha muammo chiqmaydi sizda.